Aziz do'stlar, men Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbeda bo'lgan safarim hamda Tojikiston haqida siz uchun oz bo'lsa-da ma'lumot tayyorladim. Assalomu alaykum. Biz hozir Tojikiston poytaxti bo'lmish Dushanbening Rudagi parkidamiz. Biz hozir Ismoil Somoniy haykali yonida o'tiribmiz. Biz hozir Tojikiston milliy gerbi monumenti yonidamiz. Mustaqillik gerb monumenti. Bu monument ko'pincha markaziy gerb monumenti deb ham ataladi. Tojikiston mustaqilligi va davlat ramzlarini ifodalaydi. Unda mamlakat gerbi elementlar toj, tog'lar, quyosh nuri tasvirlangan. Asosan mustaqillik va milliy birlik ramzi sifatida qurilgan. Dushanbe markazida joylashgan va sayyohlar orasida mashhur. Bu yodgorlik zamonaviy Tojikiston davlatining ramziy markazidir. Biz hozir Dushanbe shahrining Istiqlol maydoni yonidamiz. Istiqlol maydoni 2022-yilda Tojikiston mustaqilligining 31 yilligi munosabati bilan ochilgan. Umumiy maydoni taxminan 30 gektar. Maydon siyosiy va madaniy tadbirlar o'tkaziladigan markaz hisoblanadi. Hududda favvoralar, darvozalar, yashil bog'lar va tantanali yo'laklar mavjud. Bu joy hozirgi Dushanbening eng zamonaviy va muhim markazlaridan biri. Istiqlol kompleksida zamonaviy muzey ham joylashgan. Ikkinchi qavatda Dushanbe shahri tarixi muzeyi tashkil etilgan. Muzeyda tosh davriga oid topilmalar, arxeolog buyumlar, milliy hunarmandchilik namunalari mavjud. Ekspozitsiyalar tarixiy davrlar bo'yicha tartiblangan. Majmua ichida 7 ta ko'rgazma zali, 5D kinozal, san'at va hunarmandchilik ko'rgazmalari mavjud. Bu muzey Dushanbening qadimgi davrdan hozirgacha bo'lgan tarixini ko'rsatadi.
Istiqlol minorasi bu ramziy ustun. Maydon markazida joylashgan asosiy inshoot Istiqlol kompleksi yoki minorasi. Umumiy balandligi 121 metr. 30 metri mustaqillik yubileyiga ishora. 91 metri 1991-yil mustaqillik yili ramzi. Eng yuqorisida 8 metrli toj joylashgan. Toj davlat mustaqilligi va tojik xalqining qadimiy sivilizatsiyasi ramzi. Minoraning yuqori qismida kuzatuv maydonchasi 94 metr balandlikda joylashgan. Bu minora Tojikistonning mustaqilligi va milliy g'ururini ifodalaydi. Biz hozir Tojikistonning So'x qal'asidamiz. So'x qal'asi. Qal'a So'r yaqinida, poytaxt Dushanbedan taxminan 25-30 km g'arbda joylashgan. Uning tarixi 2,5-3,000 yil avvalga borib taqaladi. Qadimda bu hudud Buyuk Ipak yo'li ustida muhim strategik nuqta bo'lgan. Qal'a ilk bor qadimgi davrlarda, ba'zi manbalarda hatto miloddan avvalgi davr qurilgan va keyinchalik turli sulolalar davrida qayta tiklangan. U Kushon imperiyasi, Somoniylar davlati va Buxoro amirligi davrida muhim harbiy va ma'muriy markaz bo'lgan. Qal'a ko'p marotaba bosib olingan va vayron qilingan. Keyin yana qayta tiklangan. Tuzilish va ko'rinishi. Qal'aning eng mashhur qismi baland darvoza va ikki tomondagi dumaloq minoralardir. Devorlari juda qalin bo'lib, mudofaa uchun maxsus teshiklar, o'q otish joylari mavjud. Ichkarisida hokim qarorgohi, askarlar joylashgan hudud, otxona va omborlar, qamoqxona bo'lgan. Bu qal'a Hisor vodiysida joylashgan bo'lib, harbiy qal'a va hukmdorlar qarorgohi bo'lgan.
bu yerda voleybolni tekin ko'rish ham mumkin ekan. Biz qaradagi sayohatimizni shu yerda yakunlaymiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib boring va meni kuzatib boring. Assalomu alaykum, sizlar bilan aka Behruz. Tojikistondagi navbatdagi kunimiz davom etyapti. Hozir biz Navro'z saroyi yonida o'tiribmiz. Koh Navruz Dushanbedagi zamonaviy va hashamatli madaniy majmua bo'lib, milliy san'atni namoyish etadi. Asosiy ma'lumotlar 2014-yilda ochilgan. Asosan Navro'z bayrami va rasmiy tadbirlar uchun qurilgan. Dunyodagi eng chiroyli saroylardan biri sifatida tanilgan. Milliy usuldagi yog'och o'ymakorligi, rangli shisha va oynavand naqshlar, marmar ustunlar va oltin bezaklar. Bular ichki bezaklari. Tuzilishi 12 dan ortiq katta zal mavjud. Har bir zal alohida uslubda bezatilgan. Tojik milliy naqshlari asosida xalqaro uchrashuvlar, konferensiyalar va tantanalar o'tkaziladi. Bu majmua Tojikistonning zamonaviy, madaniy va me'moriy yutug'ini aks ettiradi. Bu yerga qo'ygan, bu yer 10 dollar ekan, lekin biz 8 ga kelganmiz. Agarda biz kelolmasak, sizlardan uzr so'raymiz. Kelishimiz mumkin bu yerga va sizlarda va bu yerdan video olishimiz ham mumkin. Lekin agarda kelolmasak, uzr so'raymiz. Men hozircha ichkariga kira olmadim, lekin bu yerni men tashqaridan ko'rsatishga harakat qilaman. Tojikiston bozori va iqtisodi. Tojikiston iqtisodi asosan aralash iqtisod hisoblanadi. Kichik biznes va savdo rivojlangan bozorlar, dehqon bozorlari aholining asosiy savdo joyi. Import mahsulotlar, ayniqsa oziq-ovqat va texnika ko'p. Energetika, ayniqsa GESlar davlat nazoratida.
alyuminiy ishlab chiqarish muhim tarmoq. Qishloq xo'jaligi, paxta, meva asosiy sektor. Iqtisod hali rivojlanayotgan bo'lib, tashqi omillarga bog'liqlik yuqori. Tojikistonda ko'pchilik aholi quyidagi yo'llar bilan kun kechiradi. Qishloq xo'jaligi, dehqonchilik, chorvachilik, savdo va xizmat ko'rsatish, chet elda ishlash, mehnat migrantlari juda ko'p. Ayniqsa, Rossiyada migrantlar yuboradigan pul iqtisodda katta rol o'ynaydi. Shu sababli iqtisodiy barqarorlik ko'p jihatdan tashqi daromadlarga bog'liq. Tojikiston tog'lari. Tojikiston hududining taxminan 90% qismi tog'li. Pomir tog'lari, Hisor tog'lari, Pomir tog'lari hatto dunyoning tomi deb ham ataladi. Tog'larning foydali tomonlari: suv resurslari, daryolar va GESlar uchun asos, gidroenergiya, elektr energiya ishlab chiqarish imkoniyati katta, tabiat boyliklari, foydali qazilmalar mavjud, turizm, tog' sayyohligi rivojlanmoqda, iqlimni tartibga soladi. Tog'larning zararli tomonlari: transport qiyinligi, yo'llar qurish murakkab, tabiiy ofatlar, ko'chki, qor ko'chkisi, zilzilalar, qishloq xo'jaligi uchun yer kam, ayrim hududlarda izolyatsiya, aloqa va xizmatlar yetishmasligi. Tojikiston aholisi 2026-yil holatiga ko'ra taxminan 10,9 million kishi. Aholining katta qismi yoshi, o'rtacha yosh 22 yil. Asosan tojiklar fosiy zabon xalq yashaydi. Tojikistonning umumiy maydoni taxminan 139,960 km². Asosan tog'li hudud. Pomir tog'lari juda mashhur. Men hozir sizlarga Tojikiston haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'ying va meni kuzatishda davom eting. Xayr!